Assalomu alaykum. Ha, bu latok bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'ring, xudo xolasa qolganini ham hozir sizlarga cho'tkilab yoritib beramiz. Ha, sizlarga qiladigan Adham ekan bular. Qo'lini ko'targan bu Obbos bo'ladi. Hali trenddagi Obbos. Shunaqami? O'y, gazini bosdiganmi? Ha, shu Obbos bo'ladi. Ha, ko'l bo'ladi. Yangi ochilayotgan ko'l. Yangi ochilayotgan ko'lga yangi o'zimiz temir latoklarimizni xudo xolasa cho'tkilab tortib beryapmiz. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri tagi 60, ikkala yoni 45 dan, bo'yi 230 dan bo'ladi. Uzunligi 230 bo'ladi. Mana suvarchiga akamiz bosyapti suvarkani. Xudo xolasa suvarkani yirtadi. Xudo xolasa bugundan boshladi ishlarimizni. Stoykalarimiz mana stoykalarimizda qo'yilgan masofasi 690 mida? 690 bo'ladi. 690 da turibdi mana. Egilib ketadi, egilib ketmaydi deganlar uchun mana turibdi xudo xolasa. Ustida bemalol yugurib o'tkazsangiz ham bo'ladi. Bratishka, kofedan ichib. Ha, kofeni bosib mana qorlarda 2026-yil 26-yanvarda xudo xolasa ishlarimizni bosyapmiz inshaalloh. Mana shunaqa balandlik joylardan ko'l ochyapti. Mana shunaqa baland, nima deydi? Qarovsiz qolgan joylardan ko'l ochib baliq tashlayman deb rasxod qilib xudo xolasa cho'tkilab ko'llarni ochyapti. Biz unga latok tortib beryapmiz. Bu misol qum bo'ladi, bo'sh turpoqqa betonni yaxshilab quyilgan, hech qayerga ketmaydigan qilib. Mana latoklarimiz turish. Razmeri kichkina deganlar uchun bunga juda katta suv sig'adi. Hali xudo xolasa chiqqan peytlarni ham ko'rsatamiz xudo xolasa. Ha do'stim.